Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ACC haqida gaplashamiz. ACCning tarixi, ACCning bosqichlari, rasxodi qancha, o'zi arziydimi o'zi, necha yoshdan boshlashim kerak, qanaqa benefitlari bor menga, nima xavf-xatarlar, risklari bor, ACCning kelajagi bormi o'zi, mana shularning hammasi haqida gaplashamiz. Sizda tabiiy savol tug'ilishi mumkin, o'zi kim bu? Ya'ni ACC haqida gapirishga haqqi bormi, loyiq odammi desangiz, keling men birinchi o'zimdan boshlayman. Men ismim Abdulkarim Rustamov, ACCda ACC memberman 2024-yildan beri va shu sohada aynan 9 yildan oshiq, demak, o'zimning experienceim bor ACC sohasida. Telegramda va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik meni Universal Tutor deb biladi. Universal degani bilasizlar, juda ko'p narsani biladi degani. Men shuni oddiy misollar bilan tushuntirib bermoqchiman. Bakalavr darajam meni iqtisod moliya bo'lgan, bu bitta daraja. Va aynan shu iqtisod moliya bo'yicha Markaziy bankda ham, demak, ishlab ko'rganman. Magistratura soham meni Business Intelligence va analitika bo'lgan. Demak, bu yangi soha. 2020-2022-yillar orasida men Akfa Group of Companiesda strategiya va loyihalashtirish, rejalashtirish bo'limida ishlaganman. Demak, bu alohida soha. Buxgalteriya va moliya, accounting and finance bo'yicha men demak ACCning to'laqonli a'zosiman, memberman, to'liq tugatganman. Demak, bu bo'yicha ham tajribamiz bor. Research Mentor ACC orqali diplomasi bo'ladi. Hozir ham bor. Aynan shu Oxford Brookes universitetidan diplom olish uchun yordam beradigan, ro'yxatdan o'tgan, tan olingan mentorlardan bittasi ham menman. Dars o'tishda ham opitim bor. Ozmi ko'pmi? IELTS 8.5. Universitetda 2022-yildan beri dars beraman va undan tashqari men one of the first hybrid teachers, ya'ni 2021-yildan beri offline, online, universitetda, yosh kattalarda alohida kurs sifatida har taraflama, demak, har xil usulda dars o'tib ko'rgan o'qituvchiman. Demak, shu hammasi qo'shilib, I think I can call myself a universal tutor. ACCni so'zini ochib beradigan bo'lsak, The Association of Chartered Certified Accountants. Bu uyushma. Bu bir ikki kishi emas, balki butun bir katta tashkilot. Chartered Certified sizga ham sertifikat beradi. Bitta, ikkita emas, sertifikatlar beradi. Va bu Royal degani, ya'ni 1904-yilda UKda, ya'ni Buyuk Britaniyada, Londonda qirollik tomonidan demak ochilgan tashkilot desak bo'ladi. Buxgalterlar uyushmasi shu. Accountants oxirgi shu ACCdagi oxirgi A bu accountants, buxgalterlar degani, lekin ko'pchilik noto'g'ri tushunishi mumkin. Bu faqat buxgalteriya o'rgatar ekan deb. Yo'q, unaqa emas. ACC sizga buxgalteriya atrofidagi biznes uchun kerak bo'ladigan hamma narsani o'rgatadi. ACC haqida ko'p gapirib o'tirmayman. 1904-yildan beri bor. Bu degani qancha bo'ladi? 122 yildan beri bor. 122 yildan beri yopilmay, darajasi urovini tushmasdan ko'tarilib kelayotgan tashkilot, buni o'zi ham bir nima deydi, yaqqol misol bo'la oladi, qanchalik darajada prestij borligiga. Butun dunyo bo'ylab ACCni 252 mingdan ortiq memberlari bor, O'zbekistonda 100 dan ortiq memberlari bor, shundan bittasi menman. Butun dunyo bo'ylab 8 mingdan ortiq kompaniyalar ACCni tan olgan. Va dunyodagi 180 dan ortiq davlatlarda ACC sertifikati professional qualification sifatida tan olinadi. Buni o'zi ham bir katta yutuq. Xo'p, ko'p davlatlar tan oladi deganimda sizning xayolingizga IELTS keladi, to'g'rimi? ACC mani definitionim bo'yicha bu moliya va buxgalteriya sohasini IELTS hisoblanadi. Tabiiy savol tug'iladi sizda. Xo'p, ACC agar moliya bilan buxgalteriyani IELTS bo'ladigan bo'lsa, nimaga IELTSday mashhur emas? Ko'pchilik IELTSni biladi, lekin ACCni hali ko'pchilik bilmaydi. Buni men 4 ta sababni aytib o'taman. Birinchisi, imtihonlar soni. IELTSda siz bitta imtihon topshirasiz. ACCda esa 13 ta imtihon topshirasiz. Davomiyligi ikkinchi farqi. IELTSga bir necha oy tayyorlanasiz. Boring, masalan, 3-4 oydir, 5-6 oydir. Lekin ACCga bu yillar talab qilinadigan bu qualification bu. Uchinchisi, to'lovida. IELTSni bir martalik to'lovi bor, taxminan $200-220 bo'lishi mumkin. Lekin ACCdagi har bitta bosqichni o'rtacha narxi, imtihon topshirish to'lovi shuncha turadi. Keyingisi, oxirgi farqi bu target marketda, ya'ni auditoriya. IELTSda til hammaga kerak. Global.
Hamma uchun kerak. ACCda esa bu tor doira, ya'ni moliya, buxgalteriya, biznes sohasiga qiziqadiganlar uchun, aynan shu sohada faoliyat olib boradigan kompaniyalar va xodimlar uchun kerak bo'ladi. Mana shu sabablardan, demak, mana shu sababga ko'ra ACCA IELTS chalik mashhur bo'lmasligi mumkin. ACCA olsangiz nima bo'ladi? ACCA sizga birinchi impressionni to'g'ri qo'yadi. Misol qilamiz, sizda IELTS 8 bor, sherigingizda IELTS 7,5 bor. Sherigingizni dars o'tishga qobiliyati yaxshiroq bo'lishi mumkin. U 7,5 olib qolishi adashib, masalan, o'zini bilimi 8 dan yaxshiroq edi, lekin imtihonda o'zini ko'rsata olmay 7,5 olgan bo'lishi mumkin. Lekin kim so'rasa ham IELTS 8 birinchi eshitganingizda 7,5 dan ko'ra yuqoriroq turadi, to'g'rimi? Unaqa emas deb isbotlashga sizga vaqt kerak. Kimda bunaqa vaqt bor? Sizni tekshirib ko'rishga, ha, bu 7,5 dagi bola 8 dan yaxshi ekan deyishga, hech kimni unaqa sinab ko'rishga, baholashga vaqt yo'q. ACCA sertifikatingiz bor degani sizga moliya, biznes, buxgalteriya bo'yicha bu complete, ya'ni eng pikka chiqqan, eng cho'qqiga chiqqan odam degan taassurotni beradi. Bu rezyumengizda ham, ishga borganda ham, intervyularda ham juda ham katta plyus bo'ladi. Siz o'zingizni nimaga arzishingizni, qo'lingizdan nima kelishini isbotlashingiz shart emas. Sizni qo'lingizdagi ACCA paperlari bor degan membership qog'ozingiz o'zi ko'p narsalarni hal qilib qo'ya oladi. ACCA sizni kompaniyada ingliz tilida termin bor, hyperpolyglot deydi. Ya'ni bu 6 va undan ko'proq tilni biladigan odamga hyperpolyglot deyiladi. ACCA kompaniyada sizni xuddi mana shunaqa hyperpolyglot qilib qo'yadi. Nimaga desangiz, ACCada kompaniyani direktorini, kompaniyani marketing direktorini, kompaniyani moliyachisini, buxgalterini, soliqchisini, kompaniyani yuristini, hammasini tilini tushunasiz. Mana shularning hammasini o'zini tilida ularga tushunarli qilib gapirib bera olasiz. Va bu narsa men o'ylaymanki katta plyus bo'ladi bu. ACCA ni bosqichlarini, demak, boshlaymiz endi. Ya'ni qanaqa bosqichlarimiz bor? Bu videomiz, eslatib o'taman, 2026-yilda yozilyapti. 2027-yil iyun oyidan boshlab turib ACCA da biroz o'zgarishlar bo'ladi. Va ungacha sizdan, demak, ungacha mana shu aytgan videomiz valid amal qiladi. Keyingi yil xudo xolasa yana video chiqaramiz. 2026-yil holatiga ko'ra ACCA da bizda 3 xil bosqichi bor. Applied knowledge, applied skills va strategic professional. Applied knowledge bu fundamental bilimlarni beradi. 3 ta paper bor. Bu Business and Technology, BT deymiz, F1 deymiz. Management Accounting bu F2, Financial Accounting bu F3. Bu 3 ta eng boshlang'ich paperlar. Keyin F4 dan F9 gacha desak ham bo'ladi. F4 bu Corporate Business Law, F5 Performance Management, F6 Taxation va keyingisi Financial Reporting, F8 Audit and Assurance va oxirgi paperimiz bu Financial Management bo'ladi. Mana shu 9 tasi, 3 ta Applied Knowledge va 6 ta Applied Skills sizga bakalavr darajasiga teng ekvivalentdagi qualification'ni beradi. Hop, nimani o'rganaman bularda desangiz, F1 paperida siz business organizationlar haqida, motivation, leadership, mikroiqtisodiyot, makroiqtisodiyot, har sohada bir shingil deganday, qolgan paperlarda kerak bo'ladigan barcha terminlarni bilib olasiz. F2 Management Accounting paperida esa siz любой narsani narxlashni o'rganasiz. Servis bo'lishi mumkin yoki mahsulot bo'lishi mumkin. Любой narsani tan narxini to'g'ri hisoblashni o'rganasiz. Financial Accounting bu buxgalteriya yo'nalishiga oid fanni boshlang'ich hisoblanadi va bunda siz birinchi provodkalar berishda buxgalteriyani o'rganasiz, asoslarni o'rganasiz. F4 da siz global yoki UK ni yuridik tizimini, huquqiy tizimini o'rganasiz. F5 da men uchun F5 paper ishlab chiqarish korxonalari uchun kerak bo'ladigan eng yaxshi paper bo'ladi. Chunki bunda nafaqat kompaniyani to'g'ri xarajatlarini hisoblashni, balki to'g'ri narx qo'yish, strategiya qo'yishni ham o'rganasiz. Taxation fanida siz biror bir davlatni soliq tizimini o'rganasiz. Bu bo'lishi mumkin UK, Rossiya, Singapur, O'zbekiston ham hisoblanadi bo'ladi. Financial reporting bu moliyaviy hisobotlarni xalqaro standart asosida yaratishni o'rgatadigan fan. F3 ni mantiqiy davom bo'ladi. Audit and Assurance bu hisobotlarni yaratish emas, endi hisobotlarni to'g'riligini, haqqoniyligini tekshiradigan fan.
Ko'pincha ACCA boshlamoqchi bo'lganlar Big 4 ya'ni dunyodagi eng katta 4 ta buxgalteriya va accounting va audit firmalari bor. Shularga ishga kirishni orzu qiladi. Big 4 ga ishga kirish uchun aynan F7 va F8 paperlari, financial reporting va audit fanlari juda ham yordam beradi. Oxirgi paperimiz bu financial management. Bunda siz katta kompaniyani moliyaviy direktori qilish kerak bo'lgan ishlarni o'rganasiz. Mana shu paperlardan keyin P-level boshlanadi. P-level bu xuddi universitetlardagi magistratura darajasi bilan tenglashtirilgan. Va men uchun ACCA aynan mana shu joydan boshlanadi. Ko'pchilik bitta ikkita paperda o'qiydi-da, "Ya bo'lmabdi bu" deydi. Yo'q, unaqa emas. Siz davom etishingiz kerak. Siz o'qiyotgan narsalar undan keyingi bosqich uchun fundament bo'ladi. ACCA ni P-levellarga yetib kelsangiz, haqiqiy knowledge, ya'ni hayotda siz qo'llay oladigan knowledge ni ko'rib maza qilasiz. Lekin P ga borish uchun siz F paperlarni tugatgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. P-levelda sizda 4 ta paper bor. Bular hozircha Strategic Business Leader va Strategic Business Reporting, ikkitasi majburiy va qolgan ikkitasini esa siz tanlaysiz. Masalan, soliq sohasida ishlayotgan bo'lsangiz, siz soliqni advanced variantini olasiz. Auditda ishlayotgan bo'lsangiz, auditni eng oxirgi, eng murakkab imtihonni tanlaysiz. Va hokazo. Demak, 4 ta variantdan ikkitasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Hop, paperlarning bir-biriga bog'liqligi ham bor. F3 paper F7 ni boshlang'ichi. F2 paperi F5 uchun boshlang'ich fundament bo'ladi. Bu xuddi yaxshi grammatika o'qisangiz, pre-IELTS zo'r bo'lsa, IELTS ni yaxshi eplab ketasiz deganda gap. F2 paper nafaqat F5 ga, balki F9 uchun ham yaxshi fundament hisoblanadi. F5 demak o'zini P-leveldagi sherigi bor. F7 ni ham, F8 ni ham, 6 ni ham, 9 ni ham o'zini P-levelda, demak, bundan keyingi murakkabroq bosqichlari bo'ladi. Va har biri keyingi bosqich uchun yaxshi fundament hisoblanadi. ACCA ni boshlamoqchi bo'ldingiz, sizga nima kerak? Qanaqa bilim va ko'nikmalar bo'lish kerak sizga ACCA boshlash uchun? Ingliz tili birinchisi, IELTS darajangiz bo'lishi shart emas, lekin levelingiz, o'rningiz 5.5 dan yuqori bo'lishi kerak bo'ladi. Va bunda ham overall 5.5 bo'lishi mayli, undan ham ko'proq reading va writing yaxshiroq bo'lgani yaxshi. Masalan, kimdadir listening 7, reading 5, writing 4 shunaqa bo'lsa bo'lmaydi. Aynan yoza olish va o'qib tushuna olish kuchli rivojlangan bo'lsa, sizga ACCA ga katta plus bo'ladi. Bir. Matematikadan juda ham astronomik narsalarni bilishingiz shart emas. Masalan, stereometriya, geometriyalarni chuqur bilish shart emas. Sizdan nima talab qilinadi? To'g'ri tenglama tuza olish va asosan matnli masalalar bilan ishlay oladigan bo'lsangiz, masala ishlashdan qo'rqmasangiz bo'ldi, boshlaysiz. Lekin ingliz tili matematika faqatgina bahona bilishim, ya'ni men ingliz tilim yetmaydi, matematikam yaxshi emas deb ACCA o'qishni boshlamayotgan bo'lsangiz, bu oddiy bahona bo'ladi. Chunki bu ikkalasidan ham ko'proq xohish kerak bo'ladi. Siz xohlasangiz qilasiz-ku baribir, to'g'rimi? Agar o'rtoqlaringiz kechqurun 11 da biror bir o'yin o'ynash uchun chaqirsa yoki futbol ko'rish uchun chaqirsa borasiz-ku, to'g'rimi? Nimaga? Chunki siz xohlaysiz. Uyqungiz kelayotgan bo'lishi mumkin, qoningiz och bo'lishi mumkin, charchagan bo'lishi mumkin, lekin baribir borasiz because you want it. ACCA ham agar xohish bo'lsa, ingliz tili va matematikadagi kamchilikni bartaraf qilsa bo'ladi. ACCA boshlash uchun qanaqa etapda bo'lishimiz kerakligini gaplashib o'tdik. Endi qaysi paperdan boshlayman, qanaqa tartibda o'qiyman desangiz, ACCA hech qachon F1 dan boshlamang. F1 men sizga aytdim, biznes haqida tushunchalar beradi, iqtisodiyotni tushuntiradi, har bitta bundan keyingi paperlarni, demak, terminlarni o'rgatadi dedim. Lekin F1 dan boshlash eng katta xato bo'ladi. Chunki juda ham abstrakt bo'ladi. O'qiyotgan narsangizni tushunmay qolasiz, his qilmaysiz, hayotda ko'rmagan bo'lasiz. Eng to'g'ri variant bo'ladi. ACCA ni F2 Management Accounting yoki F3 Financial Accounting fanlaridan boshlashingiz kerak bo'ladi. Farqi yo'q. Qaysi biridan boshlay, o'zingizga bog'liq. Umuman farqi yo'q. Ikkalasidan ham boshlab ketib oxiriga yetkazganlar juda ham ko'p. Agar juda ham bilgingiz kelayotgan bo'lsa, F2 dan boshlayman, F3 dan boshlayman. Qarang, matematikangiz yaxshiroq rivojlangan bo'lsa, F2 dan boshlang. Yoki milliy buxgalteriyada ozgina bilimingiz bo'ladigan bo'lsa, qancha bo'lsa ham F3 dan boshlaganingiz sizga nisbatan osonroq bo'ladi. ACCA ga qanaqa qilib ro'yxatdan o'tganingizga qarab turib, siz bir yoki bir nechta fandan exemption olishingiz mumkin. Exemption degani bu o'sha fanni o'qimaysiz, topshirmaysiz. Universitetda o'tgan yoki o'qiyotgan fanlaringiz ACCA dagi ba'zi fanlardan sizga
ozodlik berish mumkin. Bu haqida gaplashamiz sizlar bilan. ACCA menga nima beradi desangiz, birinchi bo'lib turib mana shu 3 ta qog'ozni beradi. Mana birinchisi Diploma in Accounting and Business. Bu ACCA ni F1, F2, F3, ya'ni BT, Management Accounting va Financial Accounting fanlarini tugatganingizdan keyin oladigan birinchi diplomingiz. Bu ko'p universitetlar uchun Foundation diplom bilan baravar. Va ikkinchisi o'rtadagi diplom Advanced Diploma in Accounting and Business. Bu ACCA ni 9 ta F paperlarini hammasini tugatganingizdan keyin beriladigan sertifikat. Bu ko'pincha bakalavr darajasiga tenglashtirilgan. Va oxirgisi Strategic Professional diplomi esa sizga ACCA ni barcha bosqichlarini tugatganingizdan keyin beriladigan sertifikat hisoblanadi. Va finali eng oxirgi demak ultimate goal bu 13 ta paperni tugatdingiz. Exemptionlar bilan yoki o'zingiz topshirsangiz farqi yo'q. Undan keyin 3 yil moliya, biznes, buxgalteriya sohasida ishladingiz. Shunda siz to'laqonli ACCA member hisoblanasiz va mana bunaqa membership sertifikati olasiz. Va mana shu paytdan boshlab turib siz o'zingizning ismingizdan keyin ACCA degan initsialni ishlatsangiz bo'ladi. Bu sizning rasmiy maqomingiz hisoblanadi. ACCA ga qanaqa ro'yxatdan o'tsak bo'ladi? Kichkina paperlar uchun, ya'ni F1, F2, F3 va katta paperlardan law imtihoni uchun siz British Councilni yoki ATC degan yana imtihon oladigan organizatsiya bor. Mana shu ikkalasini xohlagan bittasini veb-saytidan ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi va imtihonlar yil davomida bo'ladi. Har haftada bo'ladi. O'zingizga qulay paytni tanlab ro'yxatdan o'taverasiz. Katta paperlar uchun esa F5 dan P7 gacha bo'lgan imtihonlarga ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, boshida sizga ACCA account ochganingizda sizga portal ochib berishadi va sizga My ACCA degan account beriladi. O'sha My ACCA accountingizning ichidan turib siz imtihonga ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Va bu imtihonlar afsuski har doim bo'lmaydi. Yilda 4 marta bo'ladi. Dekabrda, martda, iyunda va sentyabrda bo'ladi. Bir hafta oralig'ida demak imtihonlar bo'ladi va imtihonga ro'yxatdan o'tish uchun sizga imtihondan taxminan 1,5 oy oldin ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. ACCA da imtihondan o'tish bali 50%. To'g'ri eshitdingiz, 50%. Siz butun imtihondan 100 ballik imtihondan 50 ballni oladigan bo'lsangiz va undan yuqori ball oladigan bo'lsangiz, siz imtihondan o'tdingiz bo'ldi. ACCA ham pul qiladigan tashkilot ekan, 50 dan o'tsa sertifikat beraverar ekan deyishga shoshilmang, chunki bir eslab ko'ring. Maktabda o'qigan hamma fanlaringizdan ham 5 ga yopgan hamma fanlaringizni yaxshi bilasizmi? Kimyo bilish mumkin, fizika bilish mumkin. O'sha formulalarni tushunib yodlaganmisiz? Hozir esingizda bormi? Ko'pchiligimiz bu savolga yo'q deb javob beramiz. Sababi biz shunchaki imtihondan o'tish uchun o'qigan bo'lamiz.
ACCda maqsad sizga 100 ball yoki 90 ball olib, hammasini yodlab imtihonni o'tkazish emas. ACCda maqsad butun o'sha fanni silabusini 50% ni siz o'zlashtirib, imtihonda chiqarib ko'rsatib bera oladigan bo'lsangiz, shu yetarli bo'ladi. Qolgan 50% ni siz yoki yana qaytib o'qib, yoki ish davomida praktikada o'rganib ketasiz. Mana shu maqsadda ACCda pass rate 50%. 50% degani bu hamma o'tadi degani emas lekin. ACCda ideal ball bormi o'zi? ACCda necha ball olsam, mana shu ideal hisoblanadi. Bunga aniq javob bo'lmaydi hech qachon. Siz 50 olsangiz ham, 100 olsangiz ham imtihonni o'tgan bo'lasiz. Lekin kimgadir masalan ko'proq appreciation, recognition yoqadi, e'tirof yoqadi. 85 va undan yuqori ball oladigan bo'lsangiz, ACCdan sizga alohida bitta sertifikat beriladi. Ya'ni bu odam, kandidat boshqalardan ko'ra yaxshiroq topshirdi degan sertifikat bor. Yoki har imtihon sessionida katta paperlardan o'zingizni davlatingizda agar eng yuqori ballni olgan bo'lsangiz, sizga regional prize winner yoki top achiever degan alohida sertifikat berib va ACCni ijtimoiy tarmoqlarida sizni ismingiz chiqadi. Shu joyda aytib o'tishim kerak, o'zim topshirgan paperlarimdan 6 tasidan top achiever bo'lganman butun O'zbekistonda. ACCni kim o'qishi mumkin o'zi? Kimlar o'qishi kerak? ACCni o'zini qoidasi bor. Bu paper, bu sertifikat hamma uchun xohlagan joyda turib, dunyoning istalgan nuqtasidan turib, istalgan odam istalgan paytda o'qisa bo'ladi. Har qanaqasiga sharoit bor. ACCni boshlashim uchun menda milliy buxgalteriya bilimi kerak bo'ladimi? Oldin o'zimizni buxgalteriyani tugatishim kerakmi desangiz, yo'q. Oldin buxgalteriya o'qigan bo'lishingiz, ishlagan bo'lishingiz shart emas. Lekin agar sizda bu bilim bo'ladigan bo'lsa, zarar qilmaydi. Qaytanga plusga ishlaydi, chunki ACC bilan milliy buxgalteriyani solishtirib o'qib ketsangiz bo'ladi. Endi ACCga ro'yxatdan o'tgan paytingizda ikki xil usul bo'ladi. Birinchisi foundation, FIA deydi buni, ikkinchisi ACC qualification. Agar universitetda o'qimay turib, ya'ni moliya, buxgalteriya, biznes, iqtisod yo'nalishida o'qimayotgan bo'lsangiz yoki o'qimagan bo'lsangiz va ro'yxatdan o'tsangiz, foundationga oladi. Agar universitetda hatto 1 yil bo'lsa ham buxgalteriya, moliya, biznes, iqtisod yo'nalishida o'qigan bo'lsangiz, shu orqali siz ro'yxatdan o'tsangiz, sizni ACC qualificationga oladi. Deyarli unaqa farqi yo'q. Hammaga qiziq ACCning rasxodlari. ACC, boya aytdim, IELTSdan ancha qimmatroq bo'ladi. ACCga imtihon topshirishdan oldin bu tashkilotga ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Bu tashkilot sizni, demak, tan olishi kerak. Bu narsani biz fanda initial registration deymiz. Initial registration o'zi 89 funt turadi. Bu shunchaki sizni shu tashkilotga a'zo bo'lish to'lovingiz. Undan keyin har yili siz 140 funtdan hozirgi pulda yillik obuna to'lovini to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu sizga nima beradi? Bu ACC tashkil qiladigan yillik eventlarda qatnashishingiz mumkin. ACCning o'zini free resurslari bor. Bundan foydalanishingiz uchun shuncha pul to'laysiz. Imtihonlar F1 dan F4 gacha imtihonlar o'rtacha 2 million 2,5 million orasida bo'ladi. Va katta paperlar esa hozirgi standart narxi, ya'ni F paperlarning qolganlari 155 funtdan. P levellarga esa u demak imtihon narxi o'zgaradi. 200 funt, 250 funt atrofida bo'lishi mumkin. Mana shu rasxodlar kutib turibdi sizni, istay boshlayman desangiz. Hop, bitta buni ko'rib turib, hisoblab turib, ya'ni miyada hamma hisob-kitob qiladi baribir. ACC qimmat ekan menga, boshlamayman deyishga shoshilmang, chunki ACC rasxodlarini kamaytirish yo'llari bor. Birinchisi, Simpson Scholarship degani bor, granti bor. Simpson degan odam bu grantni o'ylab topgan. Agar siz ACCni F1, F2, F3 paperlardan yuqori ball oladigan bo'lsangiz va Simpson application'ni to'ldirib, incha yozadigan bo'lsangiz, sizda shunaqa imkoniyat bor. ACCni qolgan hamma to'lovlardan ozod bo'lishingiz mumkin. Ya'ni ACCni o'zi Simpson grant orqali sizga katta paperlarning to'lovi, obuna to'lovi, hammasini qoplab beradi. Bu birinchi variant. Keyingi variantimiz bor. Aynan O'zbekistonda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan sizni agar student bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi initial registration'ni va F7 va F8 imtihon to'lovlaringizni vazirlik qoplab beradi.
Bu 2025-yilgacha amal qilgan qaror edi. 2026-yildan yangilanish kutilyapti. Ya'ni yangilangan kuchga kirishiga, menimcha bu videoni ko'rgan paytingizda уже mana shu qaror kuchga kirgan bo'ladi va siz bemalol ro'yxatdan o'tish va F7, F8 imtihon to'lovlarini vazirlikdan qaytara olsangiz bo'ladi. Uchinchi variant bu ACCA tan olgan approved employerda ishlash. O'zbekistonda adashmasam 20 dan ortiq kompaniya bor. Bular Big Four, banklar, GM bo'lishi mumkin, Havas bo'lishi mumkin, Akfa Group bo'lishi mumkin. Mana shu kompaniyalarda ishlasangiz, ishxonangizni o'zi sizga qoplab beradi. Va to'rtinchisi, bu abituriyentlarga va studentlarga mosroq qismi. Agar universitetingiz ACCA tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan bo'lsa, bu ham sizga ancha-muncha moliyaviy yengillik beradi. Aynan mana shu universitet akkreditatsiyasi bo'yicha Millat umidi universitetida o'ziga xos bir kelishuvimiz bor ACCA bilan. Bizda dual diploma degan dasturimiz bor. U qanaqa ishlaydi? Keling, men sizga dual diplomani birinchi o'zini tushuntirib beraman va birozdan keyin moliyaviy qanaqa plyuslari borligini aytib beraman. Dual diploma bu ACCA Global Millat umidi universitetining ACCA Global yo'nalishiga o'qishga kirasiz. Birinchi yil foundation o'qiysiz bizda. Ikkinchi kurs, ikkinchi semestrdan boshlab siz bu dasturga, demak, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Xohishing. Ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda sizga 7 ta exemption beriladi. O'zi 7 ta exemption qachon beriladi desangiz, universitetda 4 yil davomida mana shu 7 ta fanni, ya'ni ACCA tan olgan 7 ta fanni o'qisangiz, universitetdagi masalan sessiyangizni yopsangiz beriladi. Lekin dual diploma bo'yicha sizga ikkinchi kurs, ikkinchi semestrda oxirida 7 ta exemption beriladi. Nechta qoladi imtihon? 2 ta qoladi 9 ta paperdan. O'sha 2 ta imtihonni siz 3-kursingiz davomida topshirib o'tishingiz kerak bo'ladi. Bor yo'q shu. Qanaqa yengilligi bor desangiz, mana ekranda ko'rib turibsizlar. Standart, ya'ni dual diploma bo'lmagan holatda ro'yxatdan o'tish 89 funt, dual diploma esa 30 funt. Yengilligini qarang. Exemptionlar. Men aytdim, 7 ta fandan exemption beradi deb. Mana shu 7 ta fandan birinchi 3 tasini to'lovi har biriniki 82 funtdan, kattalarini to'lovi esa 116 funtdan bo'ladi. Lekin dual diplomada aynan bizning universitetda hozirgi narxi 10 funt. Ya'ni ozgina o'zgarish mumkin, lekin primeri shu narxda qoladi. Ya'ni tushunyapsizmi? 7 ta exemptionni qo'shsa ham 70 funt bo'ladi. Standart holatdagi bitta exemption narxidan arzon turibdi. Bu ham hammasi emas. Har yili ACCA studentlari yillik obuna to'laydi. Bu yiliga 140 funt. Lekin dual diplomaga ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, siz universitetni bitirgunizcha yillik obuna to'lamaysiz va bu ham kattagina plyus bo'ladi. Hisoblab chiqqandik, taxminan $2000 ga aylanishi mumkin bo'lgan narsa $600 ga tushardi. Ya'ni 1400 funt sizga discount deganda gap. Bu qancha bo'ladi bu? Bu taxminan 70% discount degani. Ya'ni dual degree qiladigan bo'lsangiz, ACCA rasxodlaringiz 70% ga kamayadi universitet davomida. Ana endi exemptionga gaplashamiz. Exemption o'zi nima? Exemption men aytdim, bu ba'zi imtihonlardan universitetdagi fanlaringiz o'tilishi agar ACCA tasdiqlagan bo'lsa, institutda o'sha fandan o'tasiz, ACCA ni o'sha fandan ozod bo'lasiz. Xo'p, bu yaxshimi, bu kerakmi? Agar exemption olish imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, F1, F4 dan olishingiz kerak. Buni men mutaxassis sifatida aytaman. Sababi ikkalasi ham nazariy paperlar va ularni o'qimay turib exemption olishdan siz hech narsa yo'qotmaysiz. Nima yutasiz? Rasxodi ham ancha tez va jarayonni tezlashtirgan bo'lasiz xolos. Agar katta paperlardan ham exemption olish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, men aytardim, bu F6 taxationdan olish kerak deb. Chunki ACCA ni F6 taxationi, misol uchun UK tax oladigan bo'lsak, Buyuk Britaniyaning soliq tizimi o'qiydigan kitob bor, o'sha kitobini o'zi 1100 bet taxminan. Bu hali o'qiydigan kitobi. Buni ishlaydigan kitob bor, ichida juda ham ko'p reytlari bor va ko'pchilik uchun F6 faqatgina nightmare bo'ladi. Shu uchun imkoniyat bo'ladigan bo'lsa olish kerak. Bizning universitetda, Millat umidida mana shu 3 ta paperdan va yana qolgan 4 ta paperdan ham exemptionlarimiz bor. Exemptionning qadri qanaqa desangiz, mana exemptionni o'zi bor menda degan narsa bu hech narsa anglatmaydi. Ya'ni qiymati nolga teng. Ba'zi institutlar 9 tagacha exemption beradi.
Wow, 9 ta imtihondan 9 tasini ham ozod degan desa, yo'q, u xursand bo'ladigan narsa emas bu. Bu nabarat o'sha odamga qiyin degani. Sababi 9 ta paperdan exemption bor. Shunchaki institutda o'qigan xolos. Paper yo'q. Lekin sizda exemption bo'lib turib, ba'zi paperlardan qolgan paperlarni o'zingiz oladigan bo'lsangiz, unda siz yutasiz. Nimadan yutasiz? Rasxoddan yutasiz. Bir, ikkinchisi vaqtdan yutasiz. O'sha paperlarni topshirishga ketgan vaqtda siz qolgan paperlarni o'qiysiz. Masalan, dual diplomada 3-kurs bo'lib turgan bola 3-kurs o'zida 7 ta exemption olib turib, F7 va F8 financial reporting va audit fanlarini topshirib turib, paperlarni 9 ta qilib olish mumkin. Ya'ni 7 ta exemption plus 2 ta paper topshirish bu 9 ta paper topshirgan bilan teng darajasi. Lekin 9 ta paperda hammasini exemption olish bu hech narsa degani emas. Bu demak, meni mutaxassis sifatida demak qarorim shunaqa bo'ladi fikrim. ACC ni akademik benefitlari bormi? ACC o'qisangiz agar o'shanga mos fanlar bilasizlar, 9 ta paper F'da, 4 ta paper P'da. O'ziga mos, o'ziga yaqin fanlardan siz yaxshiroq tushunasiz. Ya'ni o'qimasangiz ham imtihondan o'tish osonroq bo'ladi. 2026-yil may oyigacha, ya'ni adashmasam bu video chiqqan paytgacha ACC o'qish orqali universitetda o'qimay turib ham Oxford Brookes universitetidan diplom olish imkoniyati bor edi. Bu muddat tugadi va uni o'rniga hozir London universitetidan ham bakalavr, ham magistratura olish imkoniyati bor. Demak, bu ham yaxshi narsa. Buni ochiqroq aytadigan bo'lsak, ACC ni boshlaysiz. F1, F2, F3, F4, 5 qolib turadi. F6, F7, F8 paperlarni topshirasiz, ba'zilaridan exemption olasiz. F5 va F9 performance management va financial management fanlari qolib turadi. Siz London universitetini bakalavr darajasiga hujjat topshirasiz. Va mana shu ikkita qolgan paperni siz ACC bo'yicha emas, balki London universitetini demak o'quv jarayoni sifatida o'qiysiz. Va taxminan 6 oydan 1 yilgacha vaqtingiz ketadi. Siz London universitetidan bakalavr darajasini olishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa imkoniyat ham bor. 17 yoshdan baland bo'lsangiz bo'ldi. Yoki ACC ni 13 ta paperini tugatasiz hammasini, siz 6 oy ichida London universitetidan magistratura darajasini olishingiz mumkin bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi desangiz, ACC ni 13 ta paperi, undan keyin yana 2 ta moduli bor. O'sha magistratura bosqichidagi 2 ta paper bor, 2 ta fani bor. O'sha 2 ta fandan keyin bitta diplom ishi deydimi, shunaqa capstone project topshirasiz va bo'ldi. Diplom sizga. ACC sizga ham professional qualification va bu taraflama academic qualification ham beradi. Bu ham hammasi emas. Ko'p universitetlarda ACC papers borligi sizni ballingizni oshirib yuboradi, GPA oshiradi. ACC papers borligi sizni universitetdagi har xil tanlovlarda yoki respublika miqyosidagi kontestlarda sizni demak kandidat qo'yib qo'yadi. Siz kandidat bo'lasiz universitetingizdan. Yaxshiroq qatnashasiz va bu universitet davomida grant olish imkoniyatingizni oshirib yuboradi. Undan ham tashqari ACC ni demak kamida 9 tasini tugatadigan bo'lsangiz, siz magistraturalarga ham topshirganda grant olish imkoniyatingiz anchagina yuqori bo'ladi. Buni men saldan keyin amaliy isbotini ko'rsatib beraman. Bu meni gapim emas. ACC ni barcha F paperlari, 9 ta paperlari bakalavr darajasiga tenglashtirilgan. ACC ni 13 ta paper esa magistratura darajasida tenglashtirilgan UK da. Bu ma'no emas, balki UK Education ni demak o'zini statementi. Xo'p, ko'pchilikda shunaqa savollar bo'lgan. Men islom moliyasi o'qimoqchiman, ACC o'qimayman shunday dedi-da. Menda shaxsan o'zimda 2020-yil case bo'lgan. Men o'shanda 9 ta paperim bor edi. Malayziyadagi INSEAD universitetiga hujjat topshirganman islom moliyasi bo'yicha magistraturaga. Va shunda suhbat bo'lgan menda. Suhbatda mendan professor so'ragan, nimalaring bor desa, men ACC o'qiganman deb 9 ta paperimni aytib berganman. Va islom moliyasi o'qimoqchiman deganimda juda xursand bo'lgan. Yashirmagan narsani. Chunki islom moliyasida hozirgi masalan G'arbdagi, Yevropadagi, Amerikadagi moliyaviy instrumentlarni shariatga muvofiq Islamic finance-ga mos variantlarini yarata olish uchun ham, alternativalarini ishlab chiqish uchun ham sizda
islom moliyasi bilan birga conventional finance, world finance knowledge kerak bo'ladi. Va aynan shu nuqtai nazardan ACC o'qish sizga katta plyus bo'ladi. Men o'sha institutdan 100% grant olganman, ya'ni tekin o'qish imkoniyatim bo'lgan va bu taraflama ham menga katta plyus bo'lgan demoqchiman. Ya'ni Islamic finance-ni 100% tushunib, his qilib o'qish uchun ham ACC'ingiz borligi, shunga o'xshagan bir kuchli sertifikatingiz borligi plyus bo'lgan. Xo'p, ACC va oylik ko'pchilik shunga qiziqadi. ACC o'qisam men shuncha rasxod qilib ko'rdik, rasxodlarni to'g'rimi? Arziydimi? Ertaga men pulimni chiqarib olamanmi? Bu ham bir investment, to'g'rimi? Tikkan pulimni ertaga necha barobar qilib qaytarib olaman degan savol tug'iladi. ACC'ni boshlasangiz u oxirigacha bormasangiz, hatto bir 9 ta qilmasangiz befoyda. Faqat ACC'ni o'zi bilan bitta paper bilan men ishim zo'r bo'lib ketadi, maza qilaman, katta oylik olaman desangiz, bu juda ham katta xato bo'ladi. ACC'ni 9 ta paperdan keyin yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, ACC'ni oxirigacha borganlarni ichidan men shu paytgacha ko'rmaganman, oyligimdan noroziman degan narsani. Ular hammasi o'zi rozi bo'ladigan, o'zi xohlaydigan yaxshigina daromadda ishlayapti. ACC will give you opportunities, but you have to be full ACC member. Universitetga kirmoqchisiz yoki kirdingiz, ideal 4 yil qanaqa bo'lardi? Men universitetda o'zim o'qiganman, o'zim o'qitganman va shulardan xulosa qilib, men uchun ideal 4 yil qanaqa bo'lardi? Birinchi kursga o'qishga kirdingiz. Birinchi qiladigan ishingiz HH o'z bor bizda, to'g'rimi? Ya'ni headhunter. Ish vakansiyalari bo'yicha sayt bor. Ichiga kirasiz, o'zingizning qiziqishingizga mos bo'lgan kasblarni tanlaysiz. O'sha kasblarni keyin solishtirasiz oyliklarni. Ya'ni sizga mos, siz xohlaydigan kasb, siz xohlaydigan oylik. Shuni saralab olasiz. Saralab olganingizdan keyin pastda so'raydi. Ya'ni bu ish uchun, bu oylik uchun nimalar kerak? Sizda o'sha ko'nikmalar bormi? O'sha sertifikatlar bormi? O'sha tajriba bormi? Bu ikkinchi savol. Va birinchi kursdan boshlab turib, aynan mana shu requirementlarga qarab ishlashni boshlaysiz. Odatda birinchi yilni agar foundationingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, sirasi boshlash kerak yo'nalishingiz bo'yicha qanaqadir sertifikat olishda. Masalan, yo'nalishingiz moliya, biznes, buxgalteriya bo'ladigan bo'lsa, ACC boshlashingiz kerak. Birinchi kursda foundationingiz, masalan, ingliz tili, matematika zo'r mas bo'ladigan bo'lsa, ozgina vaqt, masalan, 3 oy mana shu foundationga ishlab turib, keyin maksimal effort bilan siz baribir ACCni boshlashingiz kerak. Ikkinchi kursni oxirigacha siz o'zingiz o'qiyotgan soha bo'yicha olinishi mumkin bo'lgan xalqaro darajadagi tan olinadigan, o'zini demak darajasi bor, reputatsiyasi bor bo'lgan sertifikatni tugatgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va oxirdan boshlab turib siz hard skilllarni olib bo'lib, sekin network yig'ishni boshlaysiz. 3-kursingizdan boshlab turib, sizda o'zi sohangiz bo'yicha sertifikatlaringiz bor, qualificationingiz bor. Ana endi nima qilsangiz bo'ladi? Ana endi sekin-sekin stajirovkalarni, internship boshlasa bo'ladi. Bitta joyga yopish olish shart emas. Qiziqishingiz 5-6 xil sohadami? Hammasini sinab ko'ring. 2 oy bu yoqda, 2 oy bu yoqda, 1 oy bu yoqda sinab ko'raverasiz va o'zingizda shunda oxirida sort out qilib, aynan qaysi soha men uchun, men qaysi soha uchun degan savolga javob topishni boshlaysiz. Shu bilan birga 3-kursdan boshlab turib, ko'pincha universitetlar o'rtasidagi musobaqalar bo'ladi. Kompaniyalar institut 3-4-kurslarini demak o'ziga ishga olish uchun, bo'lajak kadr qilish uchun musobaqalar uyushtiradi. Shularga qatnashishni boshlaysiz. Birinchi 2 yilda siz zo'r qilib, ba'zan zo'r qilgansiz-ku. Musobaqalarda siz yutish ehtimolingiz kattaroq bo'ladi. Musobaqada yutdingiz degani siz Big Fourlardan, katta organizationlardan siz job offer olasiz degani. Bu katta plyus bo'ladi. 4-yilingizda ham mana shunaqa har xil internshiplarni sinab ko'rib, o'zingizga yoqadiganlarni qoldirib, endi o'sha soha bo'yicha haqiqiy ish tajribasini olishingiz kerak bo'ladi. Va ko'pchilik 4-kurslar endi nima qilaman, bitirib kim bo'laman o'zi, qaysi soha men uchun deb turgan paytda siz o'zi real money topayotgan bo'lasiz, ya'ni haqiqiy pul topayotgan bo'lasiz. ACC'ni hammasi plyusmi desangiz, yo ACC'ni risklari bor, ACC'ni minuslari ham bor. Ko'pchilik minuslar qachon bo'ladi? ACC boshlaringizda qaysidir paperdan fail bo'ldingiz, yiqildingiz, o'tolmadingiz imtihondan bo'ldi, to'xtadi. Yo'q, unaqa emas. ACC bu sprint emas.
ACCga eng tez yugurish kerak emas. ACCga marafonga o'xshab sekin bo'lsa ham oxirigacha boradigan odam kerak. Boshlaringizda lekin rasxodlari ko'plik qilgani uchun ham to'xtab qoldi ACC. Bu ham minus, chunki oxiriga yetmay qolgan narsa nolga teng. Boshlaringizda ish bilan yoki boshqa sabab bilan juda ham ko'p vaqt ketyapti, yillar ketib qolyapti. Har bitta paperga 1 yil ketib qolyapti. U ham bo'lmaydi. Demak, siz noto'g'ri usulda o'qiyapsiz yoki bir to'g'ri o'qiydigan partner topishingiz kerak, ustoz topishingiz kerak. Jarayonni ozgina tezlashtirishimiz kerak bo'ladi. Exemption oson bo'ldi, menga yetadi shu desangiz, bu ham noto'g'ri fikr bo'ladi. Men aytib o'tdim, exemption o'zi nolga teng. Exemption bilan birga qolgan paperlarni ham olsangiz, shunda siz to'liq qilib olgan bo'lasiz paperlaringiz sonini. DPFR degan narsa ham bor ACCda. ACCni jarayonlarini ko'rdik, yillar talab qilinadi, 13 ta paper bor, to'g'rimi? Rasxodi ko'p. Ishlaydiganlar uchun, ya'ni yosh kattaroq odam ACC boshlamoqchiman. Hammasini topshirishga, demak, vaqtim yo'q, qunt qila olmayman deydiganlar uchun DPFR degan variant bor. Bu ACCdagi F7 Financial Reporting va uni davom bo'lgan Advanced SBR paperini o'rtasidagi narsa, ya'ni moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartga o'girish bo'yicha yaxshi amaliy imtihon hisoblanadi. Bu moliya buxgalteriya sohasini bitirganlar uchun yoki ishlaydiganlar uchun, demak, yaxshi shortkat. Aynan mana shu DPFR o'qib ham ACC qualification olsa bo'ladi. Endi ACCning kelajagi bormi desangiz, ACC har yili regularni o'zini update qilib boradi. Va eng yangi updatelardan bittasi bu 2027-yildan boshlab turib ACC redesign, ya'ni o'zini strukturasini o'zgartiryapti. Endigi fokus nimaga? Fokus data va analitikaga, AI ga, ya'ni sun'iy intellektga, texnologiyalarga, sustainability-ga va strategik fikrlash bo'yicha, demak, mana shular ACCni yangi fokus bo'ladi. Bu degani imtihonlar ham o'zgarib, aynan mana shu kelajak kasblari deymizmi, kelajak uchun kerak bo'ladigan ko'nikmalarni o'rgatadigan paper bo'lyapti. ACCni hozirgi paytdagi buxgalterga bergan definition ham zo'rda. Buxgalter degani bizning ko'z oldimizga boshini kompyuterdan ko'tarmaydigan, faqat sonlar bilan ishlaydigan, kalkulyatorda plyus minus qilib turadigan odam keladi. Yo'q, unaqa emas. ACC uchun buxgalter bu faqat kirim-chiqimni yozadigan odam emas, balki analist, ya'ni fikrlaydigan, analiz qiladigan, strategist, kompaniyani hozirgi holatini, o'tmishini emas, balki kelajagini ham o'ylaydigan va leader. Ma'lumotlardan foydalanib turib, kompaniya uchun qaror qiladigan odam. ACC 2027 ni fokusi bu odamlar, ACC o'qigan odam biznesni tushuna olish kerak, biznes uchun kerak bo'ladigan qaror qila olish kerak. Moliyaviymi, yuridikmi, soliq qoidami, audit qoidami farqi yo'q. Va katta data bilan, working with big data, katta data bilan ishlay oladigan bo'lish kerak. Mana shu 3 ta narsa ACCni yangi formatini fokusi bo'ladi. Xo'p, sizda savol tug'ilishi mumkin-da. Men qaysi sohani ishlay? Bitirgandan keyin kim bo'laman? Soham yoqmasa nima qilaman? Bu qachonki bitta sohani tanlab 4 yil vaqtingiz o'tsa, shunaqa bo'ladi. Lekin ACC bu bitta soha emas. ACC bu faqat buxgalteriya emas. ACC men aytganimday investment bo'lishi mumkin, audit bo'lishi mumkin, soliq bo'lishi mumkin, yuridik bilimlar bo'lishi mumkin, buxgalteriya bo'lishi mumkin, management accounting bo'lishi mumkin, risk management bo'lishi mumkin. Ko'rdingiz? Sohalar juda ham ko'p. Va ACC o'qisangiz, siz sohangizni bilib olish imkoniyatingiz yaxshiroq bo'ladi. Bitirganimdan keyin kim bo'laman emas, bitirganimdan keyin men ishlashim mumkin bo'lgan kompaniyalar, men boshlashim mumkin bo'lgan lavozimlarni, kasblarni qaysi birini tanlashim kerak degan tanlov bo'ladi sizda. Sohangiz yoqmasa, it's okay, you can choose another sphere. Ya'ni buxgalteriyasi yoqmasa, soliq qo'yishingiz mumkin. Soliq yoqmasa, investment qo'yishingiz mumkin. U ham yoqmasa, moliyaviy menejment qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Soha ko'p demoqchiman. Oxirida ACC dan mabodo dars bermoqchiman desangiz ham, ACC ni to'liq olgandan keyin sizda bitta juda katta plyus bo'ladi. Masalan, ELT ni bitirgan odam deylik, faqat shu yo'nalish bo'yicha dars bera oladi-da, ingliz tilida, to'g'rimi? Lekin ACC ni bitirsangiz, siz moliya, buxgalteriya, biznes, iqtisoddan dars beradigan, shunga yo'nalgan universitetlarni hammasida har semestrda kamida 5+ fandan dars berishingiz mumkin bo'ladi. Bu ya'ni fakt narsa. Endi bu videomizni xulosa qilamiz. Hozir 3 xil auditoriya bor menda. Birinchisi, agar meni ko'rib turgansiz, hali maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz, siz
Boshlab ko'ring SSC'ni. Foundation qilib boshlaysiz. Agar qiziqsangiz va imtihondan o'tayotgan bo'lsangiz, demak, London universitetidan bakalavr darajasini olish uchun harakat qilsa bo'ladi. Agar siz universitetda hozir 1-kurs, 2-kurs bo'ladigan bo'lsangiz, unda SSC'ni boshlang, paperlarni olib ko'ring. Kutaman desangiz, dual diplomani, agar Millat umidida o'qisangiz, dual diplomani kuting yoki paperlarni topshirishni boshlang. Va bu sizga grantlar yutish uchun anchagina keng imkoniyatlar beradi. Agar siz universitetni bitirgan, katta yoshli ishlayotgan odam bo'lsangiz, demak siz SSC'ni demak boshidan emas, balki DPFdan boshlasangiz bo'ladi. Mana bugungi videoda sizlar SSC haqida, uni tarixi, qanaqa etaplari bor, asxotlari, kim bo'lasiz kelajakda, qayerda ishlash mumkin, necha pul topish mumkin o'zi, pul topsa bo'ladimi, o'qish stoyitmi, SSCning kelajagi bormi degan savollarga javob topdingiz. Endi nima qilish kerak? Endi bitta ish qoldi faqat. Qabul qilish kerak va boshlash kerak. Sizlar bilan Abdulkarim Rustamov, salomat bo'ling.